Assalomu Telegram kanali a'zolari. Mana shu yerda turgan hamma ko'chma, hammom, hojatxonalarni qisqacha ko'rsatib beraman. Xo'p. Qarang, 120 ga 120 tashqarida rakvinasi, ventilyatsiya tizimi qilingan bo'ladi. Balandligi 240 bo'ladi. Ichida tashagan tayyor holatda gigiyenskiy semitsiklarigacha qilingan bo'ladi. Svetlari, qulash montajlari hamma yo'g'i tayyor holatda. Narxi 5,5 million so'm. Vodiy bo'ylab dastavka tekin. Agar o'zingiz olib ketadigan bo'lsangiz, albatta narxidan o'tib beriladi. Keyingisi qarang. 230 ga 120 bo'ladi. Hammomimiz. Ichkarida konditsioneri, vechirkasi, ha? Bu yerda aristoni bo'ladi. Yaxshi ko'rinmayapti, biroz kech bo'lib qo'ygani uchun. Qarang. Bu yoqda mana forchkasi, dushovoy xonasi ko'rinyaptimi? Ko'rinayotgan bo'lsa, yaxshi ekona qilib qilingan bo'ladi. Nihoyatda bejirim qilib qilingan bo'ladi. Narxi 14 million so'm. Keyin yana bitta boshqatdan qisqacha obzor ham qilib beraman sizlarga, tushunarli bo'lishi uchun. Ko'rasizlarmi, nihoyatda zo'r qilib qilingan bo'ladi. Birovning o'zini pulga ishilib olib ketilsa, tozagina bo'lib qoladi. Hop, bekorgan bunisi tahorat xonalari bilan dushovoy xonasi, aristoni, konditsioneri ichida bo'ladi. Narxi 14 million so'm. Bunisi endi e'tiborimiz markazida. 120 ga 120 bu ham tualetimiz, buni rakvinasi yo'q. Gigiyenskiy semitsiklari bo'lmaydi. Narxi 5 million 200 ming so'm. Buni ham narxidan o'tib beriladi agar o'zingiz kelib olib ketadigan bo'lsangiz. Qarang. Nihoyatda bizda assortimentlarimiz ko'p. Bu hojatxonamiz. Tashqarida rakvinasi, unitazi, bu yerda unitazi bo'ladi xullas. Gigiyenskiy semitsiklari bu unitazli varianti xullas. Sizga bir so'z bilan tushuntirganda. Narxi buniki ham 5,5 million so'm. Dastavka vodiy ichida. Bunimiz qarang, nihoyatda kattagina qilib qilingan bo'ladi. Bu yerda mana nasosi, unitazi, kir mashina uchun joy qilib ketilgan. Ichida ariston, xullas konditsioner, ventilyatsiya tizimi hammasi qilingan bo'ladi. Xo'p, ichkarini ko'ramiz. Ichkari ham kengina qilib qilingan, yaxshi ko'rinmayapti. Xullas dushovoy xonasi bu. Kattagina qilib qilingan. Narxini aytib o'taman. Bitta like bosib qo'yasiz. Narxi 17 million so'm. Nima deyapti? Xo'p, bunisi 20 million so'm bo'ladi. Tashqarida fortchka bu yoqda ventilyatsiyalari qilingan. Unitazi. Hop, hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Ko'rasizmi? Aristonlari. Dushovoy xonasi albatta ko'rinmayapti-yu, nima qilamiz? Narxi 20 million 500 ming so'm bo'ladi. Bular 20 million so'mlik variantlarimiz ham bor. Bunimiz 11 million so'm. Tashqarida rakvinasi. Ichkarida nasos, xullas isitqichi ko'rib turganingiz mana. Hamma yo'g'i tayyor holatda. Narxi buniki ham 11 million 400 ming so'm bo'ladi. Agar beznasos bo'lsa 11 million so'm bo'ladi. Nima deyapti? Bitta like bosib qo'yishni unutmang. Bizda assortimentlar nihoyatda ko'p. Yanada ko'proq ma'lumot olish uchun albatta kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar.